Mijozga xizmatimizni qimmatga sotish strategiyasi. Assalomu alaykum, men ismim Otabek. Shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha va media sohasida 3 yildan buyon faoliyat olib boraman. Hozir biz sizlar bilan birgalikda qanday qilib mijozga rad etib bo'lmas taklif yaratishni qisqa variantini ko'rib chiqamiz. Juda ko'pchilik mutaxassislarda qilinadigan xato bor. Ya'ni mijozga o'z xizmatini taklif qilayotgan vaqtida aynan qiymat beraman deb o'zini nima ishlar qilib berishi, ya'ni montaj jarayonlari, grafik dizayn nima ishlar qilib berishi, uni komandasi qanday ishlar qilib berishini tushuntirib beradi, lekin mijoz uchun bu narsa umuman qizig'i yo'q. Mijozga siz taklif qilayotgan vaqtingizda u siz orqali nima olishi va o'zidagi o'zgarish qanaqa bo'lishi qiziq. Mijoz uchun sizni qayerda o'qiganingiz, sizni komandangiz qanaqaligi, siz kimsiz, Instagramda qancha obunachingiz bor, bu umuman qizig'i yo'q. Mijozga siz orqali o'zida qanaqa transformatsiya bo'ladi va qanaqa natijaga erisha oladi. Aynan mana shu narsa qiziq. Aynan shuning uchun ham mijoz sizni oldingizga keladi. Hozir birgalikda mijozga taklif berish jarayonini ko'rib chiqamiz. Juda ko'pchilik o'ylaydi, mijozga men harakat qildim, 2 oylik harakat qildim, uning uchun men juda ko'p pul so'rashim qanaqa bo'ladi? Agar hozir ko'p pul so'rasam, menga rad javobini bersa-chi, meni qilayotgan ishim uchun ushbu summa to'g'ri keladimi, yo'qmi deb turib o'ylaydi. Yoki bo'lmasam bir 10 ta odam bilan gaplashadi, 10 ta odamdan aynan отказ eshitadi. Yoki bo'lmasam o'ylab ko'raman degan javoblarni eshitgandan so'ng, demak, meni xizmatim uchun bu summa katta ekan deb o'ylaydi. Misol qilib olamiz, stomatologga bordingiz. Stomatolog sizni tishingizni davolash uchun u 1 oylab yoki 2 oylab vaqt sarflamaydi, lekin 2 kun, 3 kun qiladigan ishi uchun sizda kamida 3-4 million pulingizni oladi. Bu minimum harakat bilan maksimum natija deb ataladi. Sizda ham xuddi shunday, mijozga qancha vaqtda natija olib kelib berishingiz emas, u uchun qanaqa natija qilib berishingiz qiziq. O'shaning uchun har safar mijoz bilan ishlagan vaqtimizda biz ketayotgan, sarflagan vaqtimiz emas, unga qo'yilgan, ya'ni natijamizda va biz orqali erishgan transformatsiyani ko'rsatib berishimiz kerak. Aytaylik, mijoz sizni oldingizga kelganda A tochka, ya'ni A holatida qanday vaziyat edi va bugungi kunda u nimaga erishgan edi va B tochkasi, ya'ni siz orqali u nimalarga erishadi. Mijoz aynan shu narsani kutgani uchun ham B tochkasida siz bilan qanaqa muvaffaqiyatga erishishini bilmoqchi bo'lgani uchun ham aynan sizni oldingizga tashrif buyuradi. Mijoz uchun sizni xizmatingiz emas, erishiladigan natija qiziq. Xo'p, hozir sizlar bilan birgalikda unikalniy торговый предложениyaning 3 ta qoidasini ko'rib chiqamiz. Aynan ushbu 3 qoida bo'yicha siz xizmatingizni taklif qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz istagan narxni bemalol belgilasangiz bo'ladi. Birinchi qoida, ular uchun nimalar qilishingiz emas, ya'ni ularga transformatsiya va natijalari haqida gapiring. Siz orqali nimaga erishadi va nimalar o'zgaradi. Misol uchun hozir 10 mingta obunachisi bor edi, siz bilan birgalikda ishlasa, B tochka 2 oy ichida 30 ming obunachiga erishadi. Ikkinchi qoida, xizmatingizni narxini belgilayotgan vaqtingizda, siz ketkazgan vaqtingizda, qilayotgan ishlaringizni emas, aynan o'sha natijaga bog'lagan holatda xizmat narxingizni belgilashni o'rganing. Bozorda shuncha narx ekan, $1000, $2000 ekan, demak men ham xuddi shu narx bo'yicha ishlashim kerak degan narsa yo'q. Nima xizmat qilib berayotgan bo'lsangiz, aynan o'sha xizmatga yarasha narx olishni bilish kerak. Uchinchi qoida, transformatsiya uchun, ya'ni mijozga natija olib kelib berishingiz uchun bor vaqtingizni ajratmang. Minimum harakat bilan maksimum natija qilishni o'rganing. Juda ko'pchilik bitta proyektga bog'lanib qoladi. Aynan men mana shu proyekt uchun katta natija qilib berishim kerak. Men orqali bu inson katta narsalarga erishish kerak deb turib, bor fokusini qaratadi. Montajga ham, videoga olishiga ham, kopirayterligiga ham va boshqa ishlariga ham, marketingga ham hammasiga o'zi maksimum vaqtini ajratishga harakat qiladi. Aslida bu xato. Harakat qilish kerak, minimum harakat bilan maksimum natija. Kerak bo'lsa eng kuchli komandani tuzishingiz kerak. Ana o'shanda siz boshqa proyektlar uchun ham bo'sh vaqtingiz bo'ladi. Nafaqat boshqa proyektlar uchun, o'zingizni rivojlanish, o'sish uchun ham albatta o'zingizda vaqt yetarlicha bo'ladi. Xo'p, taklifim yaxshi bo'lmasa-chi, unda nima qilaman deganlar uchun bittada hech kimni taklifi o'xshab qolmaydi. Misol uchun 30 ta odam bilan gaplashdingiz yoki 40 ta odam bilan gaplashdingiz. Har bitta odam bilan gaplashgan vaqtingizda iloji boricha diktafon orqali yozib olishga harakat qiling. Har bitta mijoz sizga bittadan kamchiligingizni o'rgatadi. Bu sizni yanada takomillashishingizga, rivojlanishingizga, qayerda xato qilyapsiz, nimalarda adashyapsiz, nima uchun mijoz sizni rad etib, bu narsani bilib borishingizga yordam beradi. Hech bir narsa bittada o'xshab qolmagan. Sizda ham xuddi shunday bittada katta qiymatdagi sotuv qila olmaysiz. Hamma narsa sekin-astalik bilan bo'ladi. Bu diktafonni yozib olish esa bu sizni xatolaringizni qayta qilmasligingiz uchun katta yordam beradi. Har bitta mijoz tanlagan vaqtingizda aynan shu narsaga e'tibor berishga harakat qiling. Hech kim birinchi urinishdayoq super taklif yarata olmagan.